Butun sayyorani oziqlantiradigan kichkina mamlakat bu Gollandiya. Gollandiyaning agror hodisasi Gollandiya qishloq xo'jaligiga yiliga deyarli 100 milliard yevro daromad qiladi. Gollandiya kichik va zich joylashgan mamlakatdir. Aholi zichligi har kvadrat kilometrga 496 nafar kishi. Uzoq vaqt davomida u keng qo'llamli qishloq xo'jaligini rivojlantirish uchun resurslarga ega emas edi va hozirda u dunyo oziq-ovqat yetkazib beruvchilar orasida ikkinchi o'rinni egallaydi. U buni qanday qildi? Balandlikdan qarasak, Gollandiya umuman qishloq xo'jaligi ishlab chiqaradigan mamlakatga o'xshamaydi. Har biri zamonaviy me'yorlarga ko'ra unchalik katta bo'lmagan zich ekilgan dalalar. Mamlakatning asosiy qishloq xo'jaligida kartoshka maydonini, issiqxonani yoki cho'chqani topish qiyin. Uning atrofida osmono'par bino, fabrika yoki boshqa shaharsozlik bo'lmaydi. Bundan tashqari, mamlakatdagi yerlarning yarmidan ko'pi qishloq xo'jaligi va o'simchilik bilan band. Kunduzi quyoshda yaltirab turuvchi ulkan nametallarning marjonlari Gollandiya issiqxona majmualarini keng yoritmoqda. Ba'zilarining maydoni 70 gektarga yetadi. Doimiy ichki mikroiqlimni saqlab turadigan ushbu g'ayrioddiy issiqxonalar tufayli Arktika doirasidan 1600 kilometr uzoqlikda joylashgan. Mamlakat pomidor kabi issiqlikni yaxshi ko'radigan o'simliklarni eksport qilish bo'yicha dunyoda yetakchi aylanadi. Bundan tashqari, gollandiyaliklar kartoshka va piyoz eksporti bo'yicha dunyoda birinchi o'rinda turadi. Shuningdek, sabzavot yetkazib berish bo'yicha ikkinchi o'rinda turadi. Sabzavot urug'lari bozorida global bitimlarining 3dan 1 qismidan ko'prog'i Gollandiyada tuzilgan. Gollandiya qishloq xo'jaligida va chorvachilikda innovatsion texnologiyalarni joriy etish bo'yicha dunyoda yetakchi hisoblanadi. 2000-yildan beri gollandiyalik fermerlar petitsidlardan deyarli butunlay voz kechishga muvaffaq bo'lishdi va 2019-yildan boshlab ular parrandachilik va chorvachilikda antibiotiklardan foydalanishni 60% ga qisqartirishdi. Hozirgi paytda Gollandiya oziq-ovqat eksport bo'yicha ikkinchi AQShdan keyin ikkinchi o'rinda. AQShdan kattaroq mamlakat Gollandiya 270 marta. Iqlim nazorati bilan jihozlangan issiqxonalar yil bo'yi hosil yig'ib olishga imkon beradi. Tovuqqa talab ortib borayotganligi sababli gollandiyalik ishlab chiqaruvchilar hayvonlarga nisbatan insoniy munosabatni saqlab parrandachilikni ko'paytirish texnologiyalarini ishlab chiqdilar va joriy qildilar. Kerakli va suv va ozuqa moddalarini to'g'ri aniqlash natijasida kartoshka fermalari 2 barobar ko'p hosil olishmoqda. Sug'orish uchun faqat yomg'ir suvi ishlatiladi. Oddiy ochiq maydonni sug'orish uchun taxminan 60 litr suv kerak bo'ladi. Fermada bu miqdor 15 tagacha kamayadi. Har yili barcha pomidorlar urug'laridan qayta o'stiriladi va eski to'plar qayta ishlashga yuboriladi. Keyinchalik hosilni yig'ish uchun qutilar tayyorlash uchun ishlatiladi. Zararkunandalarga qarshi kurashish uchun ferma tabiiy mahsulotlardan foydalanadi. Pomidorni yemaydigan ammo zararli hasharotlarni yo'q qiladigan shomil armiyasi. Gollandiya ular ishlab chiqaradigan urug'lar bilan mashhur. 2016-yilda mamlakat ularni taxminan 1,7 milliard dollarga sotdi. Biroq u genetik modifikatsiyalangan mahsulotlarning urug'larini sotmaydi. Gollandiyadagi fermerlar hatto o'zlarini asosiy zararli hasharotlardan mustaqil ravishda himoya qila oladigan sabzavot urug'larini taklif qilishadi. Yuqori texnologik issiqxonadan 0,1
100 dan yillik AQSh dollar qiymatidagi bitta pomidor urug'i 68 kilogramm hosil keltirish mumkin. Gollandiyalik tadqiqotchilar mahsulotlarni nafaqat vatanlarga, balki rivojlanayotgan mamlakatlarga ham yetkazib berishga intilishadi. Ushbu kichik davlat o'tgan yili 90 milliard yevro qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport qildi. Gollandiyaliklar uchun nafaqat miqdor, balki sifat ham muhimdir. Shuning uchun ular qishloq xo'jaligini rivojlantirish uchun yangi konsepsiyasi ishlab chiqdilar. Gollandiya uchun qishloq xo'jaligi sektori birinchi navbatda yuqori texnologiyalar sohasidir. Pochiroviyev ma'lumotlariga ko'ra, 10 dan ortiq ishchilar bo'lgan Gollandiya qishloq xo'jaligi kompaniyalarida tadqiqot va ishlanmalar qiymati 2018-yilda 19% ga oshdi. 864 million yevroga Gollandiyaning boshqa tarmoqlari bo'yicha innovatsionlarning o'sishi o'rtacha 11% ni tashkil etdi. Bir yil oldin AQSh va Britaniyani ortda qoldirib, 2017-yil yakunlariga ko'ra Gollandiya Global Innovatsion indeksida GII Shvetsiyani ortda qoldirib, Shvetsiyalardan keyin ikkinchi o'rinni egalladi. Shunday qilib, agar kimdir kelajakda qishloq xo'jaligini yaratishda muvaffaqiyat qozonsa, bu gollandiyaliklarga juda mos keladi. Agar 1999-yilda Gollandiya boshqa Yevropa mamlakatlariga qaraganda ko'proq o'g'it ishlatgan bo'lsa, gektarga o'rtacha 500 kilogramm. 2014-yilga kelib bu ko'rsatkich 2 barobar ko'paydi va issiqxonalarga deyarli o'g'it ishlatilmadi.